katta ish qilgan insonda har doim reja va uni oldida yordamchi shaxs, ya'ni komanda bo'lishi kerak. Ana o'shandagina o'sha ish rivojlanadi va o'sha oldinga qo'yilgan maqsad amalga oshadi. Psixolog ham qachon mijozlarni natijaga olib chiqa oladi, qachonki o'sha mijozini to'laqonli ravishda o'rganib, aynan o'sha mijoziga xuddi bir teatr o'ynash uchun reja tuziladi. Yoki konsert qilish uchun prodyuser o'sha konsertni boshdan oxirigacha ssenariysini tuzib chiqadi. Psixolog ham xuddi shunaqa. Bitta insonni rivojlantirib, o'sha muammosini yechimini yechib berish uchun deylik, aynan o'sha inson, ya'ni o'sha bir shaxsni rivojlanishi uchun unga kerakli metodikalar, aynan o'sha insonning holatiga qarab turib terapiyalarni o'tkazish kerak bo'ladi. Qachonki psixolog metodikalarni, terapiyalarni to'g'ri qo'yib bersagina uni mijozi natijaga chiqadi va psixolog yillar davomida o'sishni boshlaydi. Qachonki psixologga tajribasi bo'lsa, qachonki mijozdan natija ola olsagina ishini davom ettirib keta oladi. Men psixologman deb turib, mijoz qabul qilib uni natijaga olib chiqa olmasa, psixolog degani qila olmaydi hech qachon. Agarda siz ham psixolog bo'lib, xuddi shunaqa muammolarga uchrab, sizga kelgan mijozga natija olib chiqa olmayotgan bo'lsangiz, men shogirdlik kursida aynan sizni qanday qilib mijozlar bilan munosabatga kirishish va qanday qilib o'sha mijozni muammosidan olib chiqish yo'llarini o'rgataman.